Lekin deb o'tgandek Uyg'ur Akademiyasining bu maydoni endi tadbir yani erkin azad munofiq bo'lgan maydon. Lekin shuni eslatib qo'yamizki, bu sorunga yapılan hammaning fikri faqat shu odam o'zi vakillik bo'lgan. Boshqa fikr vakillik qilmaydi, shuni buni to'g'ri. Ana keyin ularning hizmetiga noyatli ve kısıtlamak kendisi olan sizin kadını teşekkür etmezdim. Rahmetli gel rastlaysan seni bir ifade olamayım. 85 kireyken bir adam Amerika'dan çünkü yol uzaklık kalmaymış, yolumuz kalkması olursun. Gel rastlaysan minder rahmet etsin bilmeyim. Muşunda Netanyahu'ya tayarlıkları zırnazsa şeklinde hep pazarlıklar güvenli boş mümkün de pazarlık yoğunluk boşsun lan mümkün. Bu videodan görsem şu olan da akımızdan sözü geldi. Onun üstüne bir esket kullanınca onlardan sonra asasen mesela hiç kalk şirketlerden biri Türkiye'de yaşattı, Almanya'da yaşattı, Amerika'da yaşattı, Uygur'da da yaşattı. Bunun da ben Eyran Kadın tezirlendim. Erken söz diyendi mi? Ama yok, yani şunun boşluk kaptı ya kalın. Tüm şirketli ağzını şirketli. Bunun için ben çok bunu harekat kısmı bu olan da aklımızda mençemeyden bir kızgın çavaktan tekrar ömrünün uzunluğunu dileyimiz ve hemimizdeki bu olarda aklımızda bundan kızıklarla, bundan suyumluk yaşımızda Allah'ın güzelimize. Ularning kaptan so'raydigan jiq savollari aqcha, lekin vaqt munosabati bilan dam olishda, xalqaro tikashida paranglashsak bo'ldi. Alloh razı olsun. Tövende Aynur Abdurazak elimizden kısıkış tercümanını okup ötümen. Kompüter injineri NASA'da işleydi Amerika'dan. Aksu Light'ının kelpin layısı tuğulgan. Beijing Poçta Telegraf İnstitutu okup, kompüter injinerlik kesbiden baklavırlık unvanı ağan. 97 yıldan 2007 yılgacha Amerika George Mason Üniversitesida magistrlik ve doktorluk okugan. Hem de yardımcı tadqiqatçı ve qo'shimcha professor bo'lib ishlagan. 2007 yıldan 2011 yılgacha Amerika Davlatlik rak tadqiqot institutining bio informatik ve informatsiya texnik merkezinde yumuşak detal injeneri bo'lib ishlagan. 2011 yıldan hozirgacha NASA Goddard alemge uçuş merkezinde Ali derecelik yumuşak detal injineri bulup işlep gelmekte. Kınıma rahmet. Assalamu alaikum. Aldı bilen Uyghur Akademiyasiga rahmat aytaman bizga mush fursatni berganiga. Assalamu alaikum. Anlarning kayninglarga rahmat, onundan Uyghur Akademiyasiga rahmat aytaman mush fursatni berganiga. Men tanishtirib o'tganda hozir men NASA'ningki Goddard degan alamga uchish markazida yumshoq detal injeneri bo'lib ishlayman. Bu yerda asosli qiladigan ishim okean ranglarini, okean sun'iy amra orqali o'lchagan okean ranglarini, sonliq usullarni bartaraf qiladigan yumshoq detalning ishini ishlayman endi. Endi NASA deganda hammalar cho'qim bilsizlar, bu NASA degan Amerikaningki olam qatnash boshqaruv idorasi bo'lib endi uning ko'pinchisiga shu olamga munosabatlik tadqiqotlar bo'ldi endi. NASA'ningki bir muhim bir nishoni insoniyatningki ekspeditsiya oldingi sepini davomli kengaytirish endi. Qanchalik ekspeditsiya qila oladi insonlar shu chekni davomli oldiga ishtirib endi shu davlatdan jiqroq tadqiqot qiladi. Shuni o'ylagan chog'da ko'pincha ahvollarda biz ularningki olamga yo'llagan sun'iy amralarni, teleskoplarni o'ylaymiz ham. Ular olamdagi
planetlarni, boshqa mavjud shaylarni tadqiqot qilganligini bilamiz hamda. Lekin buningdan bu qandaqchi bu NASA'ning ishiga bu dengiz okeanlar aralashib qoldi deb o'ylashinglar mumkin. Endi men mushu qilayotgan ishimni doklab berishdan burun nima uchun NASA'ga uchun dengiz okeanlar nima uchun muhim bo'ldi? Endi NASA buni qandaq aralashib, buni qanday tadqiqot qildi, shuni tanishtirib o'tmoqchi. Endi NASA endi olamni tadqiq qilganda yana bir maqsadi ular mush yer shari bag'andan insonlar ko'payadi, har xil o'zgarishlar bo'ladi. Navoda endi biz insonlar bek ko'payib ketib, yashash imkoniyati yana bir yashash imkoniyati tepish muhtoj bo'lib qolsak, yana bir o'xshash bir planet bormi insonlar yashay oladigan yoki uning yer shariga o'xshash planet bo'lmasimi, boshqa bir planetni topsak, yer sharida qilish imkoniyati bormi degan ashuni bakrak tadqiq qildi. Shuning bilan bir vaqtda endi yer sharining o'zidami biz yashaydigan muhitlarning hammani bilib bo'ldikmi deganini tadqiq qildi endi. Endi bu dengiz okeanlar hammamizga ma'lum bo'lgandek yer sharining 3dan 2dan ko'proq qismini egallaydi. Ammo hayotlikning 99% dengiz okeanlarida bo'ldi. Buni sizlar nima uchun ashaq deysiz deyishinglar mumkin. O'ylasak, quruqlikda endi bu hayotlik degan endi naydi bir yerning ustida bo'ldi. Undan keyin shu daraxtlarning egizligida yoki havodagi qushlarni hisoblasak, shunchalik doirada hayotlik bo'ladi. Yerning ostida balkim endi necha santimetr yoki metrlargacha bo'lishi mumkin, ham quruq qog'ozlarni hisoblasak. Ammo undan cho'nqur yerda hayotlik yo'q. Ammo dengiz okeanlarga kelsak, ular dengizning yuzidan boshlab toki dengizning eng cho'nqur yerigacha boshdan oxir hammasida hayotlik bor. Ammo dengizning eng cho'nqur yerlari degan 10,000 kilometrdan eshib ketadi. Shunga buningda 99% hayotlik bo'shliqi dengiz okeanlarida bo'ladi deganimizdanki sababi shu. Shundan birisi o dengiz hayotlik bo'shliqi jiqroq bo'ldi. Undan keyin dengiz okeanlarning shu yer sharida o'ynaydigan rolimi nihoyatda muhim masalan har xil jihatlardan. Birisi dengiz okeanlarida suv bor, endi suvninki fizikalik alayliklarga asosan uningki qandaqligi muhimligini biz bilamiz. Birisi uning issiqlik sig'imchiligi nihoyatda yuqori. Ya'ni atmosferada qanchalik bir issiqlik atmosfera qanchalik issiqlikni o'zida saqlay olgan bo'lsa, dengizningki dastlabki 3 metrda endi shunchalik issiqlikni saqlay oladi. 3 metrgacha cho'nqurlikcha araliqda. Endi bu issiqlikni ashula saqlay oladi degan gap dengiz yer shariga nisbatan dengiz okeanlar termostat deydi, ya'ni bu yer sharining temperaturasini muqimlashtiradigan rolni o'ynaydi. Undan keyin buning dengiz okeanlarida endi hayotlikning bir muhim manbasi deb deganimni tushuntirib o'tdik. Uning yana bir muhim tarafi biz dengiz okeanlar bizga muhim bo'lish yana bir tarafi biz shu simirayotgan, nafas olayotgan havoning tarkibidagi oksigenninki 50% dan ko'proqi dengiz okeanlaridan keladi. Dengiz okeanlaridagi shu biz ko'zimizga ko'rinmaydigan o'simliklar shular ashlarninki biologiyalik ishlab chiqarish jarayonida chiqargan oksigenlar endi bizga keladi. Ya'ni 50% dan ko'proq oksigen shu dengiz okeanlaridan keladi. Yana biz uchun hozirgi vaqtda muhit bilan yana munosabatlik bir muhim bir qismi endi karbon, ya'ni karbon dioksidining davrinishida dengiz okeanlar yana muhim rol o'ynaydi. Shu 90% shu mayli insonlardan, hayvonlardan, o'simliklardan hammasi o'lgandan keyin chiqadigan karbon dioksidlar amaliyotda dengiz suvi tarafidan simirilib, ana dengiz ostiga cho'kib, shu dengiz okeanlar uni bartaraf qildi. Shuni bilan biz endi o'zimizni bilmagan holatda bu Alloh subhanahu va taolo bizga bergan 3dan 2 qismidan jiqroq ya'ni egallagan shu dengiz okeanlar bizning hayotimizga garchi bizning jiqroq yerda bo'lsin, endi Vatan bizning vatanga nisbatan dengiz okeanlarida jiqroq yerda. Ammo bizning butun yer shariga nisbatan hal qiluvchi rollarni o'ynaydi. Ammo biz buni
qanchalik endi tushundik ham dengizni. Bu biz tushungan doiramiz nayda tuvan hozirgacha. Shuning uchun bu narsa endi shuningda dengizlarni tushunishni maqsad qiladi. Dengiz okeanlariga kelgan chog'da dengiz okeanlarida tadqiq qiladigan nurg'un narsalar bor endi. Uning ichida yana bir nayda bir muhim bir element endi aşağıda bir phytoplankton neydi İngilizce Leyla Müslümlük deb tercüme qildim. Men Uyg'urcha asli biologiyalik ismini hemen biz bilmaydiganman. Bu endi Leyla Müslümlüklar endi dengiz okeanlarini tadqiq qilishganda dengiz okeaniga naydi bir cho'ng tema endi. Buning ichida endi bir tanlab turib tadqiq qilgan narsa endi shu Leyla Müslümlüklarni tadqiq qildi. Leyla Müslümlüklar nima uchun muhim? Bu bir narsa nima uchun shuni tanlaydi degan chog'da endi Leyla Müslümlüklar shu o'zi aslida bir hujayralik mikroorganizm bo'lib bu dengiz yasaydigan. Ular dengiz okeanlaridagi oziqliq to'ri yoki oziqliq zanjiri deymiz-ku, endi birsini yeb asta hayotlik bo'lgan. Shu zanjirdagi asosiy halqa, ya'ni eng beshida boshlangan halqa bo'lib hisoblanadi. Ularning mavjudligi dengiz okeanlarining ekologik tangpunligini saqlashda oshqishlik rol o'ynaydi. Endi mush quruqlikdagi o'simliklarga o'xshash u dengizdagi Leyla Müslümlüklarmi o'xshashlar quyosh nuri, suv, karbon dioksid ashlarga muhtoj bo'ldi, endi oziqlikka muhtoj bo'ldi. Endi u quyosh nuri bilan dengizda suv nurni simirgandan keyin, undan o Leyla Müslümlüklar o nurni ilib onu yaşaydı, şu nur bağ oldu. Su aşağıda yaşayotgan ekan, su bo'ldi. Endi karbon dioksidini oziqligini, bizga insonlarga bir foydali qilishamiz. Shu kelgan suvdagi karbon dioksidini simirgandan keyin, undan keyin endi o su yana yangi karbon dioksidini simirib havadagi atmosferadagi havoni paklaydigan bo'ldi ekan. Undan keyin yana bir tadqiq qilishga qiziqqan Leyla Müslümlüklarni tadqiq qilishga qiziqtirgan nuqta endi Leyla Müslümlüklarning o'zi bunday o'zib yuradigan bunday xususiyati yo'q endi. Leyla Müslümlüklar passiv holat bo'lib, uni dengizning iqlimlari qayoqqa apmansa endi shu yoqqa surilib bordi endi Leyla Müslümlüklar. Unda qo'ygandan keyin shu Leyla Müslümlüklarningki tarqalib yurgan qoniyatiga tarqalib yurish patiniga nimasiga qarab şu dengizdeki sularınki iqimi qandaq bo'lyapti, shuni belgili bo'ldi endi Leyla Müslümlüklarni tadqiq qilish orqali. Uni ko'z bilan ko'rgili bo'lgan narsa bo'lgan ekan endi. Yana aybay degandek Leyla Müslümlüklar yer shari xarakterli karbonning davrilishida muhim rol o'ynaydi. Masalan, o Leyla Müslümlüklar hammasi birlashib kuniga 100 milyon tonna karbonni bir taraf qildi. On Leyla Müslümlüklarning hayoti tez 2 kundan 6 kungacha ular yana paydo bo'lib, yo'q bo'lib degangacha bu davrlanishi tez bo'ladi endi. Endi bu undaq bo'lsa hozir biz endi bu shu dengiz okeanlarini tadqiq qilish muhimki, uning ichidan Leyla Müslümlükdan iborat shu bir o'simlikni bir shayini tanlab tadqiq qilsa, nurg'un narsani o'rganib olib bo'ldi ekan deb bildik endi. Unda qo'yganda endi bu ammo bu dengiz okean degan endi naytda keng doiradagi bo'lgandan keyin bu insonlar o'zi berib parxut bilan yoki kema bilan uni o'lchayman desa, endi buni ma'lum bir rayonni o'lchigili bo'lsa-mu, endi ma'lum bir vaqtda. Lekin buni yer shari xarakterli endi umumyuzlik o'lchab qilish ham insonlar uchun mümkün emas degidek darajada bo'ldi. Chunki bütün okean dengizlarning hamma yuzini o'lchab bo'lish uchun bunga minglagan yillar ketadi. O chog'da bir hammani o'lchab, hammani qilib bo'ldim, endi miqdorlashtirib sonlarni qilib bo'ldim degan chog'da, balki u koni o'lchagan sonlar endi hech qanday munosabatsiz qilish mumkin. Hozir bizga hayotimizga nisbatan. Shunga bizga nisbatan endi bugun hozir qanday o'zgarish bo'lyapti? Mesela Tej okeanida qanday o'zgarish bo'lyapti? Atlantik okeanida qanday o'zgarish bo'lyapti? Hamma rayonda qanday o'zgarish bo'lyapti desa, uni parxot bilan berib yoki kim bilan berib uni o'lchab qilish mumkin emas endi. Shuning uchun
bu şu qandaq qilgan chaqda shu narsaniki bo'shliqdan foydalanib o'lchili bo'ldi degan chaqda buning bir chuqur bir amal bo'lish kerak ham o'lchaydaganga. Buningda suni yiroqdan sezishdan foydalanamiz hamda. Yiroqdan sezishdan foydalangan chaqda bu suningki ba'zi xarakterlardan foydalanib buni o'lchaydigan nima qilish kerak. Suda endi shu dengiz okeanlarning suda ham shunda leylim o'simliklardan sirt yana boshqalarga erib ketgan yoki danchalar tug'an moddalar bo'ldi endi bo'ron chaqqular yoki kelgan kalkullar iqitib kelgan yer yuzini iqitib kelgan qumlar degandek narsalar bo'ldi. Endi yana cho'kmalar bo'ldi degandek. Ashlarning hammasidan shu suningki rangiga qarab turib endi suning rangiga qarab turib ashning tarkibidagi bo'lgan moddalarni o'lchaydi endi. O'lchagan chog'da endi buningda bu yiroqdan sezgich ishlatmaysiz. Yiroqdan bo'shliqda turib, sun'iy amrada turib, lekin shu okeanni o'lchaydigan bir sezgichlarni laylab yasab, ham shu orqali uni suningki tarkibida nima bor, bo'lgan narsaning ichidagi leylim o'simliklarning miqdori qanchalik, shuni endi tepib chiqmoqchi endi. Buningda qanday tepib chiqadi degan chog'da buningda ko'z bilan ko'radigan bo'lgan nurninki ichida endi o'xshamagan elektromagnitlik to'lqinlar bo'ldi, o'xshamagan uzunlikdagi. Endi har bir to'lqin o'xshamagan rangga vakillik qildi. Rangi vakillik qilganidan bu narsaning asosiy qiladigan ishi shu bo'shliqda turib, o'xshamagan rangni o'lchaydigan hamda asboblarni laylab yasaydi, to'g'ri o'lchayoladigan. Masalan, qizil nurga bir kanal, yeşil nurga bir kanal, ko'k nurga bir kanal qilgandan keyin endi u shu bo'shliqda turib, kelgan shu rangdagilarni o'lchib olsa, jiqroq bo'lsa, masalan biriga ekspozitsiya o'lchigichdek, masalan nur o'lchigichdek deyli, jiqroq nurliq yerga olsa, uning issiqligi yuqori ko'tariladi, qorong'i yerga kelsa tuvanga tushadi. Shuningdek endi yeşil nur ko'proq bo'lsa, masalan dengizda yeşil leylim o'simliklar jiqroq bo'lsa, undan qaytgan yeşil nur ko'proq bo'ldi. Endi azroq bo'lsa, o'sha yeşil nur azroq bo'lib, ko'k nurning jiqroq bo'ldi endi. Shu oddiy bir qonuniyat, fizikalik narsa, lekin shuni qanday tangshab laylab ham yasab uskunlarni sun'iy amroga qo'yib qo'ygandan keyin endi bularni keyin qanday nima qilamiz deb, qanday ishlatamiz deb uni o'ylashdi endi. Endi mushundan endi NASA'ningki endi nimishki buni aralashib qoldi degan chog'da bu ish ham NASA'ningki asli maqsadi endi yer shari dengiz o'lchagan dengiz okeanlarini tadqiq qilgan yer shari qanday o'zgarayotganligini va o'zgarishlarning yer sharidagi hayotlikqa qanday oqibatlarni olib kelganligini tushunish endi maqsadi. Endi buningda endi shu parxod bilan ham yana besib olmaymiz degandan keyin endi buningda endi buning asli savol ham yer shari sistemasi qanday o'zgaradi? Kunda o'zgaramdi yoki har haftada o'zgaramdi dengiz okeanlaridagi hayotliklar yoki oyda o'zgaramdi, yilda o'zgaramdi, biz buni bilmaymiz endi. O'zgarish bor deb bilamiz, hammadan klimat o'zgaradi, havo o'zgaradi deb deyishimiz, lekin qanday o'zgaradi? O'zgargandan keyin u qanchalik o'zgaradi? Masalan, uning miqdori qanchalik? Qanchalik vaqt o'zgaraydi, qanchalik miqdorda o'zgaraydi? Yana bir savol. Undan keyin bu o'zgarishlarga nima sabab bo'lyapti? Nima sabab bo'ldi endi? Mushlarni uni tabiiy va sun'iy o'zgarishlarga qanday imkon qaytardi? O'zgarish degani ba'zi o'zgarishlarni insonlar keltirib chiqargan. Sun'iy bulg'unishlarni keltirib chiqargan bo'ldi. Yoki bo'lmasa tabiatning o'zining o'zgarishi bo'ldi. Hozir necha yillik nimaga uchurlar qaraganda yer shari azaldan o'zgarib kelayotganda, endi temperaturasi doim u yaqinqi vaqtdagi ishlar emas endi. Şu amma o'zgarishlarga yer shari qanday imkon qaytardi, undan keyin bizga qanday ta'sir bo'ldi deganlarni mo'ljalligida bo'lamda o'zgarishni degan bu savollarga javob tepish uchun endi NASA endi buni rasmga tortiblar, mendaq rasmniki yer sharining rasmi mendaq kelsak, u bizga hech nima deb bermaydi. Uningda cho'qim sonliq mendaq selishtirg'ini bo'lg'idek sonliq miqdor bo'lishi kerak endi. Dengizdagi narsalarninki miqdori qanchalik vaqt o'zgaradi degan statistika qilishga loyiq narsa bo'lishi kerak.
Şu endi buni qanday o'lchaydi degan chog'da men qisqalam so'zlab o'tib ketay endi. Endi sun'iy amran atmosferaning ustida turib, bu quyosh nuri tushida, ama quyoshning nimasi qapqapti. Bu emas Alloh taolo bergan quyosh nurining dengizga tushgandan keyin dengizga har qanday bir nur bir shayning ustiga tushgandan keyin u nurni yoki uni simirib oldi yoki uni qaytardi. Yoki bir qismi qaytarib, yoki bir qismi qaytarish mumkin. Uni shunday bir qonuniyat bo'ldi. Bo'lgan chog'da bu sun'iy amra dengizga yoki okeanlarga suvga tushgan nurdan qaytgan nurni o'lchaydi endi. Shu suvga tushgandan keyin uningdagi dengizdagi narsalar har xil ranglarni simirib oldi endi. Masalan, leylim o'simliklar bo'lsa, ular boshqa ranglarni simirib, yeshil rangni qaytardi. Qaytargan keyin shunday qaytgan yeshil rangni o'lchagan chog'da endi qanchalik miqdorda leylim o'simliklar bor, endi shu ma'lum bir doirada endi shuni bila oladi. Endi buni o'lchab bo'lgandan keyin endi bu cho'qim nur pak holatda shu paytda qaytadi deb bilmaymiz. Chunki uningda atmosferaning ta'siri bo'ldi. Bulut dengiz okeanlarining ustidagi bulutlar bo'ldi. Yoki uchib yurgan chang to'zonlar bo'ldi. Ashlarning hammasi o nurga ta'sir ko'rsatdi. Nurni sundirib, nurni ojizlashtirdi endi. Shu vaqtning o'zida qanday narsalar bordi, yana ashni hisoblab, uni chiqarib o'tdi endi. Topgan qimmatdan chiqar, yo qo'shidi yo chiqardi deganda qilib, uni buni to'g'irlash deymiz, endi to'g'irlaydi. To'g'irlab, undan keyin shunday shu har xil ranglarni o'lchab, yig'idi, buni yig'gandan keyin endin biz onu betarib qo'yamiz. Ham hozir miyada bu ko'rininglar endi ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan nurlar. Shu nurlarninki har biri o'xshamagan elektromagnetik to'lqinlarga nisbatan har birisiga birdan ustun yasaqliq, birdan sensor bor endi. Ayrim sezgich yasalgan. Aş har bir sezgich ayrim yasab, hammasi undan keyin uni toplagan uçurlarni yer şaridagi yer yuzidagi qabul qilish stansiyalarga yo'llaydi. Endi shu nima sun'iy amra yer sharining hamma yerini 2 kunda bir qatam hamma yerini to'liq besib bo'ldi endi. Biz bo'lgandan keyin 2 kunlik bir kunda masalan mushna holatda skan qildim bunda yer shari cho'ylayotgan chog'da har bir qatam tatgan rasmi masalanki arliqdagi mesela müşahir bir mındak bir tuğan nemisi, bir yoldaki tuğanı şu bir qatamda skanner endi. Şunu aşınanda yığılıp kelgandan keyin 2 kunda bir hamma yeri yepiladi tang, yer sharining hamma yeri tang yepiladi. Buni yana birisi hamda bu o yerdagi uskunlarda o atmosferani boshliqda turavergandan keyin sun'iy amraning ustida o nimalar biz onu to'g'ri tatamda rasmni to'g'ri o'lchma atamda onu bilishimiz kerak endi. Agar u xato rasm tatib qo'yib avassa onu biz shu paytda mushtaq bo'ldi deb qolsak biz xatolashgan bo'lamiz. Biz apparatimiz ma'lum vaqtdan keyin endi nacharlab ketdimi, iqtidorlar ojizlab qoldimi, onu qanday bilamiz degan chog'da bu oy degan doim o'zgarmaydigan bir bizning bir nemimiz reference point mana bo'lgandan keyin endi şu ayın her ayda bir qatam ay to'liq bo'lgan chog'da bu sun'iy amra bir qayrilib ayni rasm tortib avadi endi. O ayning rasmi cho'qim o'xshash bo'lishi kerak. Agar apparatning iqtidori o'xshashli bo'lsa, agar ayning rasmi g'uvalishib qolsa, o chog'da bu apparat sallalqi nimalar tuvallab ketibdi iqtidori deb shuni hisoblab, qanchalik tuvallab deb yana tanishaydi o'lchagan sansiperlarni. Undan keyin endi bu tushirgan endi bu 2 kunda bir nima qildi do'qon ham yana besib bo'ldi, yepib bo'ldi yer sharining ham yerida do'qonda tatgan o'lchagan sansiperlar. Uni yer sharidagi qabul qilish stansiyalariga yo'llagandan keyin u faqat shunday holatda kilodamda ham ushur holatda kilodamda. Uni kelgandan keyin birinchi qadamda bunun atmosferaning besimi boshqa ta'sirlarni evitadi endi. Undan keyin sudan qaytgan nurni ayirib olgandan keyin mush holatda endi buni hech kim 100% to'liq demaymiz hozirgacha endi 100%
to'g'ri o'lchadik demaydi. Faqat davomli uni tanshab, o'lchab, to'g'ri bo'lyapti deb ashna qilyapti. Uni kelgandan keyin, undan keyin uni qaysi moddaga vakillik qildi deb endi shu bo'yicha lekin ayrıydı masalan qaysi deylim o'simlik bo'ldi, qaysi karbonlar bo'ldi, qaysi cho'kmalar bo'ldi degandek ashnalarni ayirib chiqaramiz. Endi buningda mendan bu yana birsiga hamda bu rasm tatgan chog'da qanchalik aniqlik darajasi qanchalik bo'lish kerak degan endi narsa bor. Masalan, uningda bek aniqlay desa, uningga bek kuch yetmay qoldi endi. Shunga eng yaxshi degan holatda 500 kvadrat metr yani bir nuqta qilib tatib, bir piksel qilib tatib endi. Undan keyin 1 kilometr, 2, 4, 9 kilometr, 36 kilometrgacha kvadrat kilometrgacha aralıqlarni bir katakçı qilib tatdi. Undan keyin uni tatgandan keyin endi biz o'rin jihatdan bir to'playmiz, ya'ni vaqt jihatdan bir to'playmiz. O'rin jihatdan to'playmiz degan chog'da uni tatgandan keyin shu sun'iy amra ashuni tatgan chog'da soat qanchada tatdi, undan keyin jo'grafiyalik o'rni deganlarni keladi. Kelgandan keyin uni endi yer sharining, kumush dengiz okeanining qayeriga to'g'ri keladi, ash tatgan shu o'lchagan shu nima deb andan keyin uni xaritlashtiramiz hamda. Xaritaga tushirib qilgandan keyin hamma 2 kunlikni chiqqandan keyin masalan bir yashaning hamma yeri bo'ldi yoki ma'lum bir masalan bir daryolarni yoki ko'llarni cho'ngroq yoki shu Turkiyaning atrofidagi dengizlarni ismi ashuni ayirib shu rayonninkini akilman desa shu rayonninki jo'grafiyalik o'rniga asosan tap chiqili bo'ldi sonlarni toplaymiz. Onun için vaqt jihatdan endi bir haftada qanchalik bo'ldi, bir oyda qanchalik bo'ldi deb o jihatdan ham to'plagani bo'ldi. To'plag'u. Endi bizniki men ishlayotgan yumshoq detalning ismi Sidas degan ismi Sidas endi shuningda shu hamma har xil Amerika'nınki, mesela Avrupa'nınki European Space Agency diyen alam agency deb bir Avrupa'nın birisi bak, Kore'nin başlarının hemisininki maxsus deniz okyanlarını ölçeydiganlar mana üskünleri var endi sun'iy amraning ustida. Uning ayrim ba'zi sun'iy amraning chiqadi, ba'zi ko'pincha boshqa sun'iy amralarning ustiga uskunisini qo'yib qo'ysa bo'ldi. U faqat maxsus shunga yasalgan bo'lgan ekan. Şu men ishlayotgan yumshoq detal avay degandek uni oldida shu dengiz okeanini tekshirib kelgandan keyin bizning guruhimiz qildigan ish shu ham kelgan narsa har xil algoritmlar bor. Shuning asosan uningki tanlaydigan narsalarni tanlaydi, tangshaydigan yerni tangshab, endi qolgandan keyin jo'grafiyalik o'rnini tepib vaqt jihatdan bağlab bir-birisiga degandek shu xaritlashtirib ananki chiqarib beramiz. Endi miyadikisi bu bir misol, endi Amerikaningki Floridaning atrofidagi dengizningki Maya quruqlik endi Mao dengizningki nimasi. Bu dengizning o'zi aslida rangi emas, ham dengiz bunda rang bo'lmaydi, ammo shu tatgan uchurlarni biz xaritlashtirib rang bergandan keyin endi mushtaq holatga mushtaq bir narsani ko'ramiz. Buni ko'rgandan keyin buni okeanshunos olimlar buni ko'riblar, buni qayerda jiqroq layli o'simliklar qayerda jiqroq bor, qayerda oz miqdori qanchalik undaqla qarablar bilalaydi endi ular. Masalan, hozir bir nimani ko'rsatsam, mavamda burunqi bir araldan kim qap-qara to'g'ay yerlar quruqliqlar endi. Uningda suv bo'lmagandan keyin u yoshda u yerda hech qanday sansetber yo'q, suv oid narsa yo'q, o'sha qarib turdi. Uning atrofidagi sularning tarkibidagi endi shu layli o'simliklarni qaraymiz. Ammo ustida bir narsamiz bor. Chlorophyll degan yana bir layli o'simliklarning tarkibidagi muhim bir molekulaning ismi chlorophyll degan yeşil rangni beradigan narsa shu. Ashuningda endi biz mana bu narsani bir sxemani ishlatamiz ranglashtirilganga. Ya'ni bu agar 0.0
%1 unit bu birlik bo'lsa, bu bir maxsus bir birlik bo'lsa, xlorofil degan. Onunğa mana binafsha rang beramiz debchi. Agar ma 0.09 bo'lsa, mana rang bo'lib, ya'ni bek qizil yo orange qizil bo'lib ketganlari bek onda laylim o'simliklar bek ko'payib ketgan deganni ko'rsatadi. Shuni qarab, lekin biz ham qayerda tafsil ranglarga qarab taxminan qayerda qanchalik miqdorda shu narsalar borga bilalaymiz. Mesela mana endi yana bir misoli nima uchun endi NASA'ning qilishning ahamiyati degan chog'da ba'zi bu laylim o'simliklarning hayot muhiti tez bo'ladi deb deydi qanday. Ular paydo bo'lib tez yo'qolib ketadi deb. Yana birisi ular passiv holatda bo'lgandan keyin bir joyda turmay, iqimga ergashib u yoqqa ketib qoldi endi. Shunga insonlar uni bilmay qoladi ba'zi ishlarni. Mushu biz shuni hamrodan ko'rgan bir narsa, masalan, 24-o'yinda mushunday holatga chiqqan. Undan keyin mau 7-2 haftadan keyin 7-iyulda bu bir 10 yilni oldik sanamda. Tuyuqsizlar mana qarasanglar yana qip-qizil bo'lib ketgan. Qip-qizilni biz avay bek ko'payib ketgan bo'lganning ifodasi dedik hamda. Shundan masalan mayaga qaraganda, oldingi rasmga qaraganda bu bir ro'shan o'zgarishda hamda. Ammo bu yana bir necha kundan keyin qarasa, bu yana yo'qolib ketgan laylim o'simliklar. Buni masalanga buni olimlar nima uchun tuyuqsizlar ashtaq ko'payib, azlab yana yo'qolib ketdi deb buni tadqiq qilgan bu, chunki bu muhim narsa hamda. Bu nima sabab bo'ldi deb, chunki uni tuyuqsiz ko'paytiradigan narsa bor, azaytiradigan narsa bor. Bu muhitningki nurg'un narsa bo'ldi. Ammo buni agar sun'iy amra bilan ko'rmagan bo'lsak, buni bilmaymiz. Asha bir ma'lum bir rayonda tuyuqsiz laylim o'simliklar ko'payib ketib, yana azlab ketganini belgili bo'lmaydi hamda. Shon sun'iy amra bo'lg'achqa mushlar hozir hamda imkoniyat bo'ldi-da mushtaqlarni bildiganga. Endi yana ko'payib ketganini bilgandan yana bir foydalari bek ko'payib ketsa-mi laylimlik o'simliklar u zaharlik bo'ldi ekan. Shunda chog'da lekin xalqlarni ogohlantirib, ashun atrofidagi sahillarga bormanglar, dengiz sahillariga zaharlik bo'lib ketdi deb, yo'qmi sashadagi dengizdan chiqqan mahsulotlarni yemanglar debchi, shu vaqtning o'zida shu ma'lum bir mezgilda yemanglar deb ashlarni ham ogohlantirib qilalaydi hamda. Ondan beliq qildiganlarga yana deb beralaydi, qayerda bo'lsa beliqchi tuta oladi, qayerda beliq yo'q deb. Chunki bek bu o'simlik faqat bo'lmasa-mi beliq bo'lmaydi u yerda, beliqlar yashamaydi ekan hamda. Shunga nurg'un amaliy ishlatilishlari bor hamda kunlik boshqalarning kunlik turmushiga nisbatan. Oxirida shu bir asli bu bir ne'mati buning narsi. Bormi kinosi? Ha. Kögeç tasla bomda da. Muşu hamda bir sevifste bir sun'iy amrani qo'yib bergan shu maxsus shu okeanlarni tekshiradigan. Ashundan kelgan sonlarni necha yillik sonni birlashtirib ish chiqargan narsa. O'shandan qarasak biz dengiz degan okeanlar degan bir rasmiy hayotlikka deb bilamiz. Shunaqa bir xil hargiz biz bir suv degan jinni turdi deb o'ylaymiz-ku, ammo qarasak ana buningdagi ham doim o'zgarib turganda shu o'lchigan narsalar o'sha amaliyotda shu ko'p ranglar xil laylim o'simliklar boshqa qanday narsalar bo'lsin. Shundan bizning yer sharimiz ham, bizning makonimiz ham shunday o'zgarib turgan deb shuni o'lchab shunday chiqarib to'plab shuni qila oladi endi. Shu mening qildigan ishim shu, men so'zmoqchi bo'lgan so'zim tugadi. Rahmat Allohga. Sağ ol. Biz deniz tuzlu. Tepkisini elimizde aslında tuzlukla deniz suyuna. Annekem de tuzluk olana kadar 2 metre tuzluk olmağına kadar olur. Onu hem de tuzluk onu mu ölçeydim de. Ben mananga kirgizmedim, ben belki çıkıp gidelim. Bizden ölçeydiğen mananga suallarınız kayıt kelime. Ölçeydiğen neslinden içtenmiş birisi klorofil birisi. Yani birisi deniz yüzünün temperatürüsü, onun deyken deniz suyunun tuzlukluk derecesi aşına kıldı. Aşım ölçünü tutturdu. Hem de tuzluk buluşundan ki hikmet edilsem, Allah s.a. Kur'an'da bazı yer tatlıq, bazı yer tuzluq deb degan endi. Tatlıq suv bilan tuzluq suv to'g'liq degan. Tuzluq bo'lmagan bo'lsa,
su sesib ketadi deymiz go endi. Onundan başqa men hozir darhaqiqat onu bu tarafdan bek tuzluq olmaz qanday bo'ldi deb bek mındaqlar taxminan gap qilgim yo'q, lekin ol aşlarsanımı dengizdanki tuzluqlarını ölçep durur. Ama özgürep durdu tuzluq derecesini. Denizin astıma en astı, adette en astıda su hem soğuk hem de nem buldu tuzluq derecesi oxşamaydı üstüge qaraganda. Oxşamaydı. Denizin astıda əməliyyatda su pakıraq buldu hem hayatlıqda çıxıraq buldu hem de. Sununki əməliyyatda sunun astındakı soğuk su hem de sunun astındakı denizin yüzüge götürəlsə hər xəsi məlum səbəblər verim. Əndən Leyli Müsümiklər tuyuqsuz köpüyələydik ki, sağlam köpüyüp, oksigeni qoyup verip, karbon dioksidini sümür aldıgan işler yaxşı rivajlandı ki. Şu an bunlar qandaq amal qilib, denizin astındakı suyunu üstüge çıqırıp, yer şarını pakılsak olamdı ki, aşağı geplerini civancı deyildi, aşağı geplerini çıqıp, ondan qısaq qandaq təsir buldu, onu qanbay duray dedim. Aşağı neyim qıldı, hem de şu oxşamaydı denizin astılar üstünden ki. Sizler şimdi bakan bu tatbikat mesela yer devleşin altını karşı yağlı sözü deniz doktoru Ahmet Afer karakteri. Aşağı terasını olan. Yani bizden qoyatqanışınız onun bilan münasib yo'q. Bu okean biyologiyasi deb shuni qiladilar cheklangan. Shu biologiyalik narsalarga cheklangan. Rahmat, demsam Allohga.